Nima ish qo'yadi sizda? Shu og'riq oyoqqa tortyapti-da. Og'riq oyoqqa tortyapti. Bel bilan birga. Ha. Hop. Kecha ham gaplashuvdik-a? Ha, telefonda gaplashdik. Hop. Hop, tushich pastga. Oyoq uchida yurib ko'ring-chi aka. Qatqaga yuraverman. Yuravering. Og'riqqa kuchaymayaptimi? Tovonda yurib ko'ring. Og'riq kuchaymayaptimi? Har doim holat, o'zgarish yo'q. Hop, yoting. Yot, bosh baqa. Bo'ldi. Oyoq kaftini o'zingizga tortingchi. Tortib turing. Ko'proq bag'dami og'riq? Yo'q. Hop. Hop, og'riq mana ko'targanimda og'riq kuchayadi. Ha. Hop. Kuchayadi, mana shunchalikda mana 70 gradusda kuchayardi. Mana aylantirganimizda og'riq. Yo'q. Aylantirganimizda. Yo'q. Mana bundachi Bo'ldi. kuchayadi. Ha. Mana shu ko'targanimda mana shu oyoqdami yo u yoqqa ham beryapti? Belga beryapti. Belga beryapti. Oyoqqa kelmayapti. Mana bundachi? Yo'q. Mana bundachi? Yo'q. Hop. Mana silkitganimda. Yo'q. Mana silkitganimda. Yo'q, bir xil. Hop, o'tiring. Og'riq sizda doimiy holatdami yo vaqti bilan kuchayadimi? Yaqindan paydo bo'lib qoldi, shu bel og'riq bundoq harakatlanganda oyog'imga beryapti. Kechasi bu yengil oyoqda og'riq bor-da. Oyoq ko'tarsangiz hozir og'riq kuchayyapti. Hop, mana L4 L5 ta ekan aka, grija katta ekan orasi. Nada tushunib oling o'zingiz. Men tushunmayman bu narsani. Ha. Mana umurtqani mana shu yerda mana grija turibdi aka mana. Hop, mana umurtqani kanali mana. Mana oppoq turibdi-yu, mana oppoq. Mana bu yerda mana umurtqani kanalidan bo'g'ib qo'yapti. Mana shu yerda katta grija. Endi bu tomonga qarang, podrobni manaqadan 3D formatda tushuntirib qo'yaman. Mana har bir insondan bosh miyasi orqali nerv tolalari tushadi aka. Bu nerv tolalari mana bu umurtqani kanalidan o'tadi mana. Bu kanaldan pastga tushib boradi. Ana shuni oralardan mana bu qo'llarga o'tgani bor, bo'yindan misol uchun. Mana yelkalardan qovurg'alarga o'tgani bor va bel qismidan oyoqqa tushgani bor. Ana shularning ichida sizniki 4-5, ya'ni bel umurtqasi 5 ga bo'linadi, 5 ta bo'g'imga. O'shandan 4-chisi bilan 5-umurtqa pog'onani orasida kattaroq grija turibdi. Grija mana bunaqa bo'ladi. Sizniki mana misol uchun 9 millimetrlik grijangiz sentralniy turibdi, ya'ni u o'rtadan chiqyapti bu. Mana u o'rtadan. Ba'zilarniki darsalni deydi, yondan chiqadi ko'proq. Sizniki mana bu o'rtadan chiqqani uchun juda qattiq og'riq beradi bu. Kerak bo'lsa boshlargacha og'riq kuchaytirib yuboradi. Asabiy qilib qo'yishi mumkin. Va undan tashqari mochiispускание deyapti. Mana shu siyishlarda muammolarni paydo qilishi mumkin. Ba'zilarda ko'payib ketadi, ba'zilarda to'xtab qoladi. Ba'zilarda tovongacha og'riq keladi. Tizzalarga og'riq berishi mumkin. Shunaqa o'zgarishlar bo'ladi. Endi buni davosini aytaman sizga. Mana ikkita suyak ezilish hisobiga bo'lgani uchun bu narsa mana nervi bosib turibdi-yu. Ezib turgani uchun buni birinchi o'rinda massaj qilib yengil cho'zish kerak. Cho'zganda mana bu narsa sal ichkariga qaytadi, mana ham bo'shashadi. Keyin yallig'lanishga qarshi preparatlarni berib qo'ysa, ancha yengillashadi odam. Shularni uyg'unlashtirish kerak. Ya'ni dori-darmon terapiyasi va massaj muolajasi, manual terapiyalarni birlashtirib davolasa effekti yaxshi bo'ladi. Grija degani o'zi lug'aviy ma'nosi yorilish degan. Mana bunaqa yoriqchalar bor hozir diskda. Mana shunaqalardan ko'pgina va mana shu yerda asosan kattaroq yoriq mana shu o'tida turibdi sizniki. Hop, endi buni davosi o'sha 1 hafta muolaja bo'ladi. Mana shunaqa yoriqchalardan mana bu yerda kattaroq mana shu ko'ryapsizmi? Mana shu yerda sizga katta yoriq bor. Aylan atrofi qorayib turibdi, mana shu yoriqlar bo'ladi. Mana shular ham yoriqlar. Mana shunaqa yoriqdan ko'pgina sizda atrofida. Eng kattasi mana shu joyda mana qisib qo'yapti.
Analizlar ham ozroq bor tevarlarda. Mana shu asosan mana shu narsa. Davolaymiz, bir hafta vaqt ketadi aka. Operatsiya qildirish kerak ekan dedingiz-a siz? Ya aka biz bitta doktorga uchradik, bu qog'oz chiqqanda bitta doktorga uchradik. Operatsiya qilamiz dedi. Biz operatsiya to'g'ri kelmaydi dedik. Keyin qidirdingiz, qidirdim siz chiqdingiz. Keyin telefonlashdik. Bu siz uchrayapsiz ikkinchi odam. Ha. Hop, bitta men ham ko'pchilikni ko'p vaqtini olmayman-da aka. Hop, bitta joyi bor. Buni standartida aytilgan. O'sha birinchi o'rinda mana umurtqa kanali toza bo'lsa deyilgan mana. Umurtqaning kanali deyapti, обычный formada. Cho'tki, ровный deb yozyapti. Toza hali umurtqa kanali. O'zbekcha qilib. Toza hali. Konturlari aniq deb yozyapti. Patologiya yo'q umurtqa kanalida hali degan. Bu yerda asosiy bizning maqsadimiz umurtqani nervlarini himoya qilish vazifamiz hozir birinchi o'rinda. Sekin-sekin mana bu narsa ham qaytib ketadi. Siz menga ko'proq rejim qilib berishingiz kerak. Mana misol uchun siz ko'proq o'tirsangiz aka, mana o'tirsangiz mana dumg'aza bor-ku. Dumg'azangiz mana stolga tekkan sari, ezilgan sari mana bu narsa ezilib boraveradi. Kuchayib boraveradi. Siz yotishingiz kerak. Birinchi o'rinda yotsangiz, mana misol uchun yotganingizda mana dumg'azangiz mana ko'rpachaga tegadi-da, dog' ochiladi. Mana misol uchun mana stolga tegsa, mana bu narsa ochilib turib, mana joy yengillashadi, mana joy. Ichkariga qaytish osonlashadi. Keyin siz yukingiz mana misol uchun beldan tegsa, 40 kilo yuk bo'ladigan bo'lsa, o'sha yukka ham kerak bo'lsa, o'sha joyga tushirmasligingiz kerak. Ya'ni qo'ltiq oyoqda yurishingiz ham mumkin. Qo'ltiq oyoqqa olib bir o'shanda rejim qilib tursangiz, yana ham yuklamalaringiz kamayib, bizning davo natijamiz tezroq bo'ladi. Tushundim ya. Shundoq qilib davolash kerak buni. Shundoq qilib sabr qilib berasiz, biz davolab beramiz aka, xudo xohlasa. Men kelyapman. Rejim kerak sizga asosan. Rejim kerak. Mana shunday holatda ko'proq yot berishingiz kerak bizga. Seni ertadan boshlaymiz-da, masalan. Bir kun mumkin bo'lmasa endi chidab turaman, og'rib turibdi-yu. Yo, bugun olavering bugundan. Olsam o'z mashina minib ketaman, bo'ladimi? Mashina minib ketasizmi? Men lecheni oldim, foydasi bo'lsin deyaptim-da. Yo'q, hozirgi vaziyatda mana ehtiyot bo'layman unga. Sekin ketib, iloji yo'q-da. Shu bilan ertaga kelaman, yotaman shu bilan bir hafta. Hamma lecheni vaqtda qilsak, keyin o'zgarish yaxshi bo'ladi, deyaptim-da. Sharoitlarni qilib kelamiz. Bo'lmasam yo'lingizdan nabrejnida krug deydi, baloncha sotadi. O'shandan bitta olasiz. Mana o'tirganingizda o'sha dumg'azangiz mana shu balonchaning orasida qolib ketadi mana bu narsa. Mana dumg'aza hozir sidinaga o'tirsangiz yana ezilib boraveradi-da bu. Siz yana ham haligi profilaktik maqsadda siz baloncha qo'yib olasiz o'tiradigan sidinangizga, baloncha. Krug deydi. O'sha krugdan olasiz, o'xshagan narsada, unda o'tirgan. Baloncha, haligi material deymiz-ku, ilgariga materiallarning balonchasi bo'ladi. Shunaqaga o'xshaydi. Shunda yerga tushmaydi-da. Nagruzka umurtqaga tushmaydi, ko'proq yukingiz mana tazga, songa yuk tushadi. Shunda dumg'azani o'sha krugni o'rtasida qolib ketadi, mana holati yana ham yaxshi bo'ladi. Hozir bizga nima kuchli emasmi? 9 soat kuchli. Qaytarish imkoniyati bor. Yaxshi tomonga ko'chadi. Umurtqa kanali toza turibdi, lekin mana bu narsa rosa yorilishga kelib turibdi-da. Haligi pishib turibdi. Rosa pishib turibdi. Tezroq buni kechiktirmasdan ilojini baricha bugundan muolaja qilish kerak. Mana uni ko'ryapsizmi? Yorilishchi mana, ko'ryapsizmi? Og'ir yuk ko'targanmisiz, nima qilgansiz? Men buni bilmasam, 2 kun oldin ko'targan 70 kilo narsani. Mana yorilib ketgan, mana tog' aylab, ko'ryapsizmi? Mana bu toza oppoq turibdi, mana. Shunchaki bel og'rib, hozir ko'tarib qo'yardimizda. Bitta anvob kelsin nima qiladi? Ertadan bir yo'la. Yo, lecheniyani kechiktirmaslik kerak, rejim qilish kerak. Nari qotirish kerak. Bugun borman keraman. Bilib ko'ramiz. Sharoit yetib kelamiz, borman kelib. Sharoitlarni qilib kelish kerak-da, kiyim kechadi, bor narsa. Hozir bargen bugun kerak yo'q. Qachongacha ishlaysiz? Addelda ishlaysizmi o'zingiz ham? Ha. Soat 4 gacha ishlaymiz. 4-5 gacha ishlaymiz.
Uzating. Bu oyoqni torting. Bu yerda og'riq. Uzating. Osmonga qarab yoting. Oyog'ingizni kaftlarini torting o'zingizga. 1 torting, 2 torting, 3 torting, 4 ichkariga qayring. 1 qayring, 2 qayring, 3 tashqariga qayring. 1 qayring, 2 3 Hop, oyog'ingizni endi mana shunday torting o'zingizga. 1 2 torting, 3 torting, 4 bunisini ham torting. 1 torting, 2 torting, 3 oyog'i buklang. 2 yonga suring. 1 suring, 2 suring, 3 o'rtaga torting. 1 2 3 oyoq uzating. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'ying. Yaxshi. Mana oyog'ingizni akajon o'zingizga tortib turingchi. Mana ikkalasiga mana tanamni o'zini yugini tashaman mana. Tortyapti ikkalasi mana. Kuchi yaxshi. Falajlik yo'q. Oyoqlarda falajlik yo'q, boshqa yo'q. Davom ettiramiz muolajani. Bugun 6-kun. 6-kun. Yaxshi. Mana sizga uslubimiz boshqacharoq. Ya'ni kasalingiz, ya'ni MRP qilasangiz mana shu faqat tortishga to'g'ri keladi. Tortish uslubiga to'g'ri keladi. Burashga to'g'ri kelmaydi. Bu o'sha joyda tog'aylaringiz yorilib qolgan, ancha har tomonlama yorilib qolgan. Shuning uchun qattiq uslublar bo'lmaydi sizga. Burashlar bo'lmaydi. Ko'proq bo'yinni qirsillatib qo'yamiz, yelkani qirsillatamiz, oyoqdan yengil-yengil tortib qo'ydim. Shu yetadi sizga. Shu pastga endi. Shu orqasiga. Gavdangizni bo'shattirib. Oh! Zo'r qirsilladan qo'l tushirib. Yaxshi. Hop, endi oyog'i uchida yurib ko'ringchi, oyog'i uchida. Og'riq keladimi? U kunlari bor-da, birinchi kunlari. Og'riq kelmayaptimi? Yo'q. Yaxshi, tomonda yurib ko'ring endi. Oldinga yurib ko'ring. Orqaga. Yo'qmi og'riq? Yo'q. Yaxshi, endi yoting, bu joyingizga yoting. Oldi bilan. Ha, osmonga osib. Mana lassega simptomi deydi. Oyog'i ko'targanimizda 70 gradusgacha ko'targanda og'riq bo'ladi. Hozir yo'qmi shu? Yo'q. Hop, mana. Mana bundacha yo'qmi? Bundan tepada borda, endi chetgacha yo'q. Anchalikda yo'q, ha? Endi bo'ldi. Endi bo'ladi. Ha. Hop. Ha, bundacha. Bundan tepada bor endi. Hop, birinchi kunlar mana shundaqda ham kuchligida, Ha. hozir yo'q ular. Hop, mana aylantiramiz. Aylanganda yo'q. Aylantiramiz. Bunda yo'q og'riq. Hop. Aylantiramiz. Aylantirishda yo'q. Aylantirishda yo'q. Hop, oldingi kunlari ikkala oyoqda ham mana boldirgacha og'riq tushyapgandi. Hozir qayerda qoldi dedingiz? Bitta nuqta chetda-da, Bitta nuqta. Kichkina qoldi bu. Ha. Sezilarli emas, har holda nagruzkada bildiryapti-da. Nagruzkada yurganda. Yurganda ko'proq aniqsa. O'tiring. Mana. Akajon, mana hozir birinchi kunlar yotganda ham turganda ham og'riq bor edi. Hozir Alloh siljo'las. Aylansin. Mana hozir umurtqangizdagi grija mana bu grija bo'ladi mana. Mana shu. Bu doimiy og'rig'ida. U mana shu narsa qisib qo'ygani uchun bag'dan bu qisayotgan edi. Hozir biz buni yengil-yengil cho'zib ochdik.
Mana bu narsa qisman qaytdi hozir ichkariga. Shuning uchun og'rig'ingiz yo'qoldi, kuchli og'riqlar, ya'ni boldirdagi og'riqlar yo'q bo'ldi. Yengil darajada qoldi. Endi buni to'liq yaxshi bo'lishi uchun ozgina kutamiz. Mana bu narsaga siz ko'proq yotoq rejim qilib berishingiz kerak. Mana yotganingizda mana bu narsa sal baqa qaytadi, mana. Sal baqa qaytadi. Mana bu narsa yana ham ichkariga kirishga yordam bo'ladi. Siz mana o'tiraversangiz, mana umurtqaga qisilib boraveradi mana bu narsa. Siz ko'proq menga rejim qilib berishingiz kerak. Shuning uchun siz 2 oydan keyin kelasiz. Ikkinchi yana bir lecheniyani qilib beramiz. Hozir mana bu narsa to'g'riga chiqqani uchun davoladim. Agar bu pastga oqib qolgan bo'lganda men neyroxirurgga jo'natishim kerak edi sizni. Unaqa narsa bo'lmadi. Mana og'rig'ingiz ancha yo'qoldi. Oyoqda falajliklar yo'q. Shuning uchun davoladik sizni, aka. Hop, endi yana nimasini aytmoqchi edim? Mana bu chiqqan narsani mana oldi tomondan qaraganda mana ko'ryapsizmi? Yorug'di mana. Bular toza turibdi-da. Bular yorilgan holat mana. Siz yuk ko'targaningizda yorilgan holat bor bu yerlarda. Shuning uchun mana shular bitishi uchun ozgina vaqt ketadi, aka. Sabrli bo'lib 1-2 oy, 3 oy rejim qilasiz. Og'riqni umuman ko'tarmaysiz. Sekin-sekin so'rilib boradi bu. Mana shunda. Ertaga yana 1 kun lecheni olasiz. Umumiy hisobda necha foizga yaxshisiz? Men 80-90% yaxshi bo'ldim. Og'riq yo'qoldi-ku muhimi. Aha. Yaxshi. Endi shu rejim qilib bersangiz bo'ldi. Qolgani o'zingizda qoldi. Hop, bo'ldi. Olib ketaverasiz. Rejim qilaman. Endi tezlikka yotib, tekis joy qilib qo'yishibdi. Ortopedik o'sha haligi yotgan joyingiz ham ortopedический. Displeylar qilib tagini ko'pirib tekis joy qilib qo'yishibdi. Sharoit. Sharoit bor. O'tirsam yostiqqa o'tiraman. Yurgan vaqtim Kamar taqib olasiz. Kamar taqib bo'ldi shu rejim, lekin cho'paolmayman qo'limga. Hech narsa olmaysiz. Og'riq olmaydi. Xudo xohlasa. Qattiq so'kmayapti. Cho'paolmayman. Shunda bo'ldi. Shu bo'ldi. Boshqa hech nima kerak emas. Men dorilar 1-2 tabletkalar yozib beraman, tog'aylarni bitkizish uchun, nervlarni faoliyatini yaxshilash uchun dorilarni yozib beraman. Keyin siz tekis joy dedingiz-ku, tekis joyi o'ta qattiq joy bo'lmasin. 2 qavat ko'rpacha, bitta yostiq bo'lsa yaxshi. Ana shu joyda yotasiz, yaxshi bo'ladi, aka. Salomat bo'ling.